Dadasi yaxshi keldingiz. Ha, sefdan pulni olib berib yubor, tez bo'l. Nimaga tinchlikmi? Tezlashtir. O'zi o'g'lingizni uyiga endi yig'gandik shu pulni. Yana olib chiqib ko'chaga sochmoqchimisiz? Oshnalaringizgami yoki aka-ukalaringizgami? Yo opa-singilingizga berasizmi? Pulni olib chiq! Doim shunaqa. Topgan pulini opa-singlisiga sarflaydi. Buyurmasin o'sha pul. O'ligiga buyursa ilohim. O'sha kuni ukang telefon qildi. Dadang avtohalokatga uchragan ekan. Zudlik bilan operatsiya qilish kerak ekan. Doktorlar ham pulsiz operatsiya qilmaymiz debdi. Menga telefon qilib pulingiz bo'lsa olib keling degandi. Senga aytmagandim, siqilib qolmasin deb. Aksiga olib o'sha kuni ham yo'llar probka, uni ustiga mashinam buzilib qoldi. Hech buzilmagan mashinam aynan o'sha kunga buzilib qoldi. Nasib qilmagan ekanda. Meni kechir. Otangning oldiga pul bilan yetib bora olmadim. Xudo rahmatiga olsin. Sabrli bo'l. Bu hammamiz boshimizda bor. O'ligiga buyursa ilohim. Dede, beni geçirin.